Hammaga salom, menga dunyo oilasi. Qalaysizlar? Issiqlar bilan charchab qolmayapsizlarmi? O'zbekistondagi mana shu jazirama issiqda tashqariga chiqishning o'zi qiyin bo'lib qoldi. Shunday ekan, bugun sizlarni undan ham issiqroq dunyoga olib boramiz. Bugungi manhvamiz Jazirama sahroning qum sehrgari. Bugun uning birinchi qismini birgalikda tomosha qilamiz. Yana bir yaxshi yangilik. Ushbu manhvaning 15 ta bobi allaqachon mangadunyo.uz saytimizga o'zbek tilida joylab qo'yganmiz. Agar keyingi qismlarni kutishni istamasangiz, video ostidagi havola orqali yoki brauzeringizga mangadunyo.uz deb yozib, hoziroq o'qishni boshlashingiz mumkin. Saytimizda bundan tashqari yana ko'plab qiziqarli manga va manhvalar ham bor. Balki keyingi sevimli asaringizni ham aynan shu yerdan topib o'qishni boshlarsiz. Xullas, videoni boshlashdan oldin har doimgidek sizlardan bir iltimos. Agar mangadunyo.uz saytida Jazirama sahroning qum sehrgari sahifasi ostida 50 ta odam izoh qoldirsa va ushbu videoga 1500 ta like yig'ilsa, keyingi qismini o'sha kunning o'zidayoq kanalga joylaymiz. Oldindan barchangizga rahmat. Endi esa ko'p kuttirmaymiz. Yoqimli tomosha. Tasavvur qiling, hamma narsa qum ostida qolgan. Apokalipsis boshlandi. Yer tagida ulkan maxluqlar yotibdi. Odamlar oxirgi qolgan narsalar uchun qattiq urushadi. Mana shu vayrona dunyoda qumni bemalol boshqara oladigan faqat bitta bola bor. U nimalar qila olishini bilasizmi? Butun dunyo uning qo'lida. Kuchi cheksiz. Hammasi qanday boshlangandi? 100 yil oldin yerga osmondan kuchli nur tushib, hayotni yo'q qildi va ko'm-ko'k dunyoni qumloqqa aylantirdi. Omon qolganlar o'ziga kichik bir qo'rg'on qurishdi. Qahramonimiz Ksion odam o'ldirishdan mudom mazza qiladigan yovuzlar orasida qolgan bechora yigit edi. Lekin bu bola aslo qo'rqoq emas. U o'zini har doim himoya qila oladi. Aslida u avval hech kimni ataylab o'ldirmagandi. Bir marta bittasi uning molini olay deb tasodifan o'lib qolgan. Hammasi xuddi shunday edi. Bu dunyoda ma'budlardek ko'riladigan uyg'ongan insonlar bor. U uyg'onganlardan bo'lgan Li Jiryong ismli kuchli odamga daxldor bo'lgan bir kimsani o'ldirib qo'yganidan juda ham qattiq qo'rqib ketgandi. O'sha yaramas yigit uning mushtiga zarracha parvo qilmadi. O'zining kuchidan foydalanib, bu kalamushning adabini berish uchun uni qattiq chetga uloqtirdi. Yaxshiyamki, ayni o'sha payt avariya yuz berib, mashina ag'darildi va u yaramas darhol og'ir jarohat oldi. O'lim yoqasida turgan haydovchi ularni juda ulkan qum qurti yutib yuborayotganini aytib qoldi. Ksion o'zining zaifligini va ajali yetganini tushunib, jon saqlash maqsadida qattiq tirmashdi. Agar men sal kuchliroq bo'lganimda, barchasi tamoman boshqacha bo'lardi deb o'yladi. Qum qurti yamlamay yutsa ham u o'lmadi. Maxluq ichida tirik qoldi. Insoniyatning vayron bo'lgan binolari uning ko'z oldida namoyon bo'lib, ajoyib sayyora nima holga tushganini ko'rsatdi. Shu zahoti u o'zining birinchi qobiliyatini ilk bor uyg'otdi va beixtiyor qum sochuvchi deb maxluqning yonini teshib o'tdi. Endi unda yashash uchun kuch bor edi. Ksion imkonsizdek bo'lishiga qaramay, tirik qolish uchun qumdan foydalanishga qaror qildi. Ksion yuragining har bir kichik urishini sezib turardi. Uning tanasi kuchga to'lgandek tuyulardi. Bu uyg'onish jarayoni ekanligini tushunib yetib, u mushtini qattiq tugdi. Shu vaqt biz Duna kinosidagi ulkan qum qurti mitta odamni yutmoqchi bo'lgan telbarcha sahnaga guvoh bo'lamiz. Maxluq uni butkul yutishga intiladi, biroq Ksion qo'rqmay joyida qotib turadi. Eng hayratlanarlisi shu, notanish yigit unga darhol yordamga keladi. Bola yo'lga g'ov bo'layotganini aytib, yigit Ksionni havoga o'tadi. U yerga juda qattiq tushadi. Ksion o'z og'zidagi qumni tiflab, bu odam qanday qilib kutilmaganda Minato Namikazedek tezlikda paydo bo'lganidan juda hayron qoladi. Ammo u yana tepaga qaragan paytda notanish kishi qum qurtining bo'yniga uzun qilich sanchganini va undan xuddi smolaga o'xshash qop-qora qon o'tilib chiqayotganini ko'rib, dahshatga tushadi. Erkak uni shuncha balandlikka chiqishga majbur qilgani uchun yirtqich ustidan kuladi va endi uni pastga qaytarib yuborish haqida o'ylaydi. Zarba berishga yaxshilab tayyorlanib, u to'g'ri qilichning o'ziga qattiq tepadi va bu ulkan maxluqni o'limga itarib yuboradi. Bizning bola bu holatdan gangirab qoladi. Negaki kishining bunday maxluqni o'ldirishi aslo oson emasdi. Bu uning ilk uchrashuvi edi. Movi sochli go'zal qiz oldiga kelib, bu doimgidek o'zini ko'z-ko'z qilayotgan kapitan Jang Yangbom ekanini aytdi. Ksion esa bu odamlar qayerdan paydo bo'lganini mutlaqo tushunmasdi. Qiz kapitanining epchilligini maqtash bilan band edi. Uning qaddiga bir qarashdayoq ayolning juda kuchli ekani sezilardi. Ksionning tanasi esa negadir qotib qolardi.
Yang bom qum qurti u uchun hech qanday xavf tug'dirmasligini aytdi. U Jizelga gapirib, keyin yonga qaradi. Kapitan bu ikkovining o'zaro suhbatini ko'rdi. Jizel kapitaniga itoatkor, lekin Ksionni xuddi latta qo'g'irchoqday sudrab yurardi. To'satdan u Ksionni kuch bilan yerga bosdi. Ko'pchiligimiz hozir Ksionning o'rnida bo'lishni istardik, chunki qiz juda jozibali va shafqatsiz edi. Ksion esa bu vaziyatda nima qilishni bilmay dovdirab qoldi. Uning tushunishicha, bu yerda kuchlilar qonuni hukmron. Jizel hazilomuz ohangda yigitning darajasi va qobiliyatlarini taxmin qilib, buni qanday aniqlash kerakligi haqida o'ylardi. Shu payt u g'alati narsani payqadi. Ajablanarlisi shundaki, Ksion umuman uyg'ongan odam emas edi. Yerga bosilgan holatda yigit uning gaplariga ishonmasdi. Jizel kapitanga bolada hech qanday daraja belgisi yo'qligini aytib, uning qo'lini qiynashda davom etdi. Ksion esa bu qiz ko'r bo'lsa kerak deb o'yladi, chunki har qanday uyg'ongan odamda belgi bo'lishi shart edi. Mashinadan kuzatayotgan yana bir sheriklari ularni tezroq bo'lishga chaqirdi. Jizel kapitandan maslahat so'rab, bu yigitni o'lishi uchun shu yerda qoldirib ketish g'alati bo'lishini aytdi. Ksion esa o'zicha norozi bo'lib, axir bu qiz hozirgina qo'lini sindirayozganini o'yladi. Yang baum pastga, yigitga tikilib qarab turardi. Ikkovining ko'zlari to'qnashdi. Keyin u Jizelga bolani orqa tomonga uloqtirishni buyurdi, chunki u kon tomon ketayotganga o'xshardi. Navbatdagi sahna. Bizning singan kichik mashinamiz shovqin surolli guruh bilan to'lgan. Yongbomning jamoasi unchalik osoyishta emas. Ular juda ko'p shovqin ko'tarishmoqda. Shu vaqtda qahramonimiz orqaga itarilib, xuddi yuk singari bog'lab tashlangan. U ularning suhbatini tinglab yotibdi. Birdan mashina ichiga qum kirib keldi. Aslida bu Ksionning qum oqimini boshqarayotgani edi. Bu uning qobiliyati uyg'onganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga u nima uchun hech kim uning daraja belgisini ko'ra olmayotganini tushunmaydi va unga qarab g'alati belgi ekanini payqaydi. Rangi to'q sariq, lekin qum rangi bilan bir xil. Belgining yorug'ligi odatda uyg'ongan odamning turini bildiradi. Odatda sehr turi ko'k rangda bo'ladi. Jangchilarda qizil yo'nalish bo'ladi. Garchi boshqa turdagi uyg'onganlar haqida ma'lumotlar bo'lsa-da, Ksion qumni boshqarish qobiliyati haqida birinchi marta eshitishi edi. Hozir u buni hech qanday qiynalmasdan qilayotgan bo'lsa-da, bu o'ziga xos holat. Afsuski, bu F daraja ekanini ham biladi. Lekin eng yaxshi tomoni shundaki, u sahro kabi moslashuvchan va cheksiz imkoniyatlarga ega. Qahramonimiz bor narsasidan mamnun va vaqti kelgunicha kuchini yashirishni istaydi. Chunki oxir oqibat u butun sahroni o'z xohishiga ko'ra boshqarishi va shu tariqa sayyoraga hukmronlik qilishi mumkin. Men esa u qahramonmi yoki yovuzligini o'ylab qoldim. Qanday bo'lmasin, biz go'zal, sehrli kristallar ko'niga yetib keldik. Ksion nazorat punktini ko'rib, hammasi joyida ekanini aytdi. Bir kishi unga hech narsa demay ergashishni buyurdi. Shunday qilib, bolaning ularga ergashishdan boshqa chorasi qolmadi. Jizel va Yongbom uzoqdan bu yigitga qarab, uning g'alati ekanini muhokama qilishdi. Uning tirik qolishini shunchaki omad deb atash mumkin edi, ammo kapitan buni qat'iy rad etdi. Chunki o'sha paytda u qum qurtining tanasida teshikni ko'rgan va bu ishga Ksionning qo'li borligini sezgandi. Yongbom yigitning ismini so'ramaganidan afsusda, chunki ular yana uchrashishlariga ishonadi. Keyingi sahnada kutilmagan burilish yuz berdi. Odatda ko'llar qorong'u tunneldan iborat bo'lishi kerak, lekin bu yerda odamlar bayram qilib, shovqin-suron qilishmoqda. Ksion bunday holatni kutmagandi. Uni nazorat qilayotgan odam esa yaqinda nazoratchini chaqirishni aytib, joydan jilmaslikni buyurdi. Qahramonimiz esa bunday joyda yolg'iz qoldirilganidan mutlaqo norozi edi. Uning hayajoni va kelajakdagi katta rejalarini hech kim sezmasdi. Haligi odam yigitni o'tib tashlash kerakmi yoki yo'qmi deb o'ylandi. U g'iybat qilib ketaverdi va Ksionni o'z holiga qo'ydi. Chunki baribir hammasi 5-10 daqiqalik ishdek tuyulardi. Ksion qorni juda ochgani uchun ovqat topish kerakligini tushundi. U atrofni ko'zdan kechirib, bir do'konni topdi. Shu lahzada Ksion devordagi ishchilarni shaharni yoritishga chaqiruvchi plakatni ko'rib qoldi. Sotuvchi unga ichimlik uzatib, "Bu ilhomlantiruvchi harakatmi?" deb so'radi. Erkakning qo'llari chandiqlar bilan to'la edi. U shaharning haqiqiy energiya manbai manatoshlar emasligini aytdi. Suhbat qayoqqa ketayotganini tushunmagan Ksion haqiqiy energiya manbasini so'radi. Erkak yigitga ishora qilib, aynan Ksion kabi odamlar haqiqiy energiya manbai ekanini aytdi. Ularga doim nima qilish buyurilsa shuni qilishadi va har doim o'rnini bosadigan boshqalar ham topiladi. Demak, bu haqiqatdan ham cheksiz energiya manbai ekan.
Qahramonimiz birinchi marta ko'rishayotgan keksa odam uni shunchaki yer bilan bitta qilayotganidan g'azablanib, keksa chol o'zining sanoqli kunlari haqida qayg'urishi kerakligini aytdi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz, ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Chol esa yoshlikda hamma narsa qiziq tuyulishini aytdi. Qolaversa, u Ksiyonning kum kurti ichiga tushib qolganini qandaydir yo'l bilan bilar ekan, bu yigitni yanada lol qoldirdi. Chol uni qo'yib, bunday joylar yosh bolalar uchun emasligini va u baribir oxiri o'sha maxluqning qorniga tushishini aytdi. Ksiyon esa bu yerga shunchaki pul ishlash uchun kelganini aytdi. Chol esa yigitga ko'zni ochish uchun orqa tomonni ko'rsatdi. U yerda nima bor? Shunchaki eski temir tersaklar uyumimi? Ksiyon hech narsani tushunmadi. Shunda sotuvchi o'sha narsalarning hammasini birma-bir yig'ib chiqqanini tushuntirdi. Keyin u dahshatli haqiqatni aytdi. Bular aslida yigit duch keladigan taqdirga yo'liqqan, oldin kelgan odamlarning qoldiqlari edi. Har kim konlarga kirish vasvasasiga qarshi turishga urinadi, lekin manatoshlar juda jozibali. Eng yomon o'limdan qo'rqib, bu yangilar omon qolish uchun bor narsasini sotishadi. Jon saqlash uchun ruhining bir qismini qurbon qilishadi. Lekin oxir-oqibat buning hech qanday foydasi yo'q. Ularning ahvoli yaxshilanmaydi. To'plagan narsalar ham qo'ldan ketadi. Hammasi bir xil oqibatga duchor bo'ladi. Shuning uchun cholga ularga ko'n, baribir ularni yutib yuborishini ochiq aytish osonroq. Bu chol Ksiyon kabi kalamushlar hatto nomini ham qoldirmasligini, uning o'limidan keyingi qoldiqlarni ko'rishdan zavqlanishini shafqatsizlarcha aytdi. U yigitning umidlarini butkul sindirib tashladi. Cholning gaplariga parvo qilmay, Ksiyon narxni so'radi. Chol 10 saul talab qildi. Bu juda kulgili narx bo'lgani uchun yigit baqirib yubordi. Ma'lum bo'lishicha, bu yerda hamma narsa juda qimmat. U yegan kabob ham qimmat edi. Ksiyon go'sht sifatini tanqid qilib, o'zida buncha pul yo'qligini aytdi. U o'zini oqlab, ularni talonchilikda ayblab turganida, atrofidagi barcha qassob va ishchilar uni o'ldirish uchun qurollarni chiqarishdi. Ular shunchalik shafqatsiz edi. Ksiyon bir tiyin ham bermasligini aytib to'xtamasdi. Shu payt bir yaramas orqasidan kelib hujum qildi. O'lim qo'rquvi yigitni bir lahzaga bosib oldi. Chol esa yigitga jumboqli savol berib, bunday yomon joyda chol bo'la turib qanday biznes qilishini so'radi. Bu savol Ksiyonni yana o'z dunyosi va rejalari haqida o'ylashga majbur qildi. Javob oddiy. Hammasi o'g'ri va talonchilar. Ksiyon ortiga qarasa, uni parcha-parcha qilishga shay o'nlab erkaklar turibdi. Mafiya boshlig'idek o'zini tutgan chol mazax qilib, yigit endi nima qilishi bilan qiziqdi. Ksiyon esa beradigan hech narsasi yo'qligini, bitta ichimlik uchun buncha pul so'rash bema'nilik ekanini baqirib aytdi. Chol muzokara ustunligini saqlab, Ksiyonning cho'ntagidagi manatoshga ko'z tikdi va bu munosib to'lov bo'lishini aytdi. Yigit haqidagi mishmishlar burgutdek tez tarqalgandan qo'rquvga tushdi. Yaramas esa toshni otishni buyurib, adolatli narx berishni va'da qildi. Ksiyon esa uni qiyinchilik bilan qo'lga kiritganini aytib, keskin rad etdi. U chol bilan gaplashib olmoqchi edi, lekin uning so'zlari hech kimga qiziq emasligi yaqqol ko'rinib turibdi. Endi vaziyat yanada jiddiy tus oldi. Shu zahoti bir badbashara mushtini ishga solib, bolaning boshini stolga urdi va uni ko'mib tashlashni aytdi. Ksiyon g'azablanib kum to'pini ishga tushirdi, ammo xayolda sodir bo'lgan bu voqea haqiqatda amalga oshmadi. U atigi burnidan qon oqib, esankirab qoldi va o'z taqdirini qarg'adi. Qahramonimizning xayoliy qasosi havoda qolib ketdi, chunki real hayotda u butunlay ojiz edi. Oxir-oqibat u chorasiz qolib, o'sha qimmatli manatoshni cholga otib berdi. U o'zi istagan narsasini oldi. Chol toshning kattaligidan hayratga tushib, u 100 saolga teng ekanini aytdi. Yigit esa bu ishdan umuman qoniqmadi, lekin omon qolish uchun shu yo'lni tanlashga majbur bo'ldi. U yana bir bor kuchsizlik alamini totib ko'rdi. Endi Ksiyon o'z qobiliyatini rivojlantirib, keyingi safar hech kimga qaram bo'lmasligi kerakligini tushunib yetdi. Bu narx kulgili edi. Shuning uchun Ksiyon uning hajmi kamida 300 saulga tengligini aytib e'tiroz bildirdi. Cholning qo'li baland kelayotgan edi. U yana yigitni kamsitib, bu yerga kelguncha kum kurti qornida o'lib ketgani ma'qul edi deb baqirdi. Ksiyon sabri tugab borayotganini his qilib, bor kuchini ishga solmoqchi bo'ldi. Biroq hamon yetarli qudratga ega emasligini tushunardi.
Ksion tosh evaziga bonus so'radi. Chol bunga rozi bo'ldi, lekin uni o'g'rilardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Kelishuvga ko'ra u eski buyumlar uyumidan istaganini tanlashi mumkin edi. Ksion u yerda foydali hech narsa topa olmadi. Chol yigitning xatti-harakatidan qiziqib qoldi. Yigitning bir tiyinni ham boy bermaslikka urinishi bu kabi xavfli joyda juda kam uchraydigan holatdir. Bu esa Ksionning kelajakdagi o'ziga xosligidan dalolat beradi. Ksion masxaraboz kiyimlarining eski buyumlari bilan o'ynashayotib, kutilmaganda juda qiziq narsani topib oldi. Hatto xo'jayin ham buni muhim buyum deb ta'kidladi. Yigit bonus sifatida kichkina kum soatini tanladi. U ketayotganida xo'jayin uni yana chiqindilarni saralashda tanlovchanlik qilgani uchun mazax qildi. Ksion ketishdan oldin cholning ismini so'radi. U baland ovoz bilan o'zini Kleksi deb tanishtirdi. Qahramonimiz bu ismni yodida saqlab qoldi va ularning yo'llari boshqa kesishmasligini istadi. Bu esa o'ziga xos tahdid edi. Kleksi hech qanday qo'rquv sezmay o'z ishiga qaytdi. Keyingi sahnada yigit soatni tekshirish bilan band edi. Ksion o'lchash jarayoni 10 daqiqa davom etishini bildi. U o'z xonasida qobiliyatini sinash uchun chuqur nafas oldi. Bor diqqatini soatga qaratib, ichidagi qumni harakatga keltirishni buyurdi. U hayratdan yoqasini ushladi. Hech narsa sodir bo'lmadi. Yigit bo'sh oynaga qarab o'zini sharmanda qildi. Kuchlari uyg'onish bilan bog'liq emasligidan dovdirab qoldi. Uning qobiliyati sirli, chunki buni avval hech kimda ko'rmagan. Ammo g'alati tomoni shundaki, Ksion chiqindixonadan g'alati hislar tuyardi. Bu soat ataylab qo'yilganga o'xshaydi, go'yo uni chaqirayotgandek. U bu hislarni anglashga ulgurmay, bir tentak eshikni tepib kirdi va u yangi bola ekanini so'radi. Ksionni ko'nda bo'lmagani uchun darhol so'kib qo'yishdi. Manxo esa uning gaplariga tupurdi. Ksion o'zini hurmat qildirishga urinib, yaxshi muomalada bo'lishni so'radi, lekin darhol yuziga qattiq musht yeb, uzoqqa uchib ketdi. Manxo ikkinchi marta musht ko'tarib, uni qorniga qattiq urdi. Ksion og'riqdan bukilib qoldi. Uning azoblari endigina boshlanayotgan edi. U tilini tishlab jim turishni buyurdi, lekin bu hali hammasi emas. Ksionni xuddi go'shtdek oyog'i bilan ezishdi. Barchasi uning g'ururiga tegilgani uchun edi. Manxo uni uyg'onmagan omadsiz va tarbiyasiz deb atadi. Uningcha Ksion kabi odamlar bosh egib kaltak yeyishga mahkum. Kaltaklashdan qoniqqan Manxo unga tezroq ergashishni buyurdi. Yigit qo'rqmasdan o'rnidan turdi. Uning aytgan birinchi gapi: "Sen psixopatsan va nima bo'lishidan qat'iy nazar, seni bir kun o'ldiraman." U o'zining qora ro'yxatini tuzib, hammani yo'q qilishga ahd qildi. Konning 3-sektorida Ksionni ish kiyimiga kiyintirishdi. Ovqat va jihozlar maoshi hisobidan kesilishi aytildi. Maqsadi esa it kabi manatosh yig'ish edi. Yigit buni oddiy ish deb o'yladi, ammo boshqa savol berishga ulgurmay dahshatli haqiqatni ko'rib qoldi. Manxoning karkasi bolaning dubulg'asini sindirib tashladi. U yigit karkas tutishni bilmasa, dubulg'a puli ham maoshidan ushlab qolinishini aytdi. Har safar yangi manga yoki manxo topasiz, ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manxolarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manxolaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Manxo uni 972-kon shaxtasiga tashlashni buyurdi. Bu eng yomon joylardan biri edi. Ksion endi hech narsadan cho'chimay buyruqqa itoat etdi. Rahbari agar manatosh bilan qaytmasa, shu yerning o'zida qatl etilishini aytdi. Juda og'ir ish. Bu do'zaxiy konda hamrohlik qilayotgan yigit bu eng yomon joy ekanini tushuntirdi. Ksion Manxo qimor o'yinida yutqazgan kuni bu yerga kelib qolgani yomon bo'ldi. U atrofda kazino borligidan ajablandi. Hamrohi esa bu yerda hamma narsa borligini, xuddi Neo Soul shahri singari barcha sharoitlar mavjudligini aytdi. Ksion esa bu kon nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham odamni yanchib tashlaydigan joy ekanini asta-sekin tushunib yetdi. Ksion bunday yaramas boshliqlar bilan biznesning gullab yashnashiga ishonmaydi. U o'zining nozik terisi tufayli karkas ko'tarishdan qiynalishni o'ylardi. Biroq yangi tanishi u yerda hech kim jarohat olmasligiga ishontirdi. Nafaqat jarohat, balki u yerda hech kim qolmasdi ham. Bu dahshatli ogohlantirish edi, ammo ular tunnelga yetib kelishdi. Ksion shunchaki manatosh yig'ib qaytish kerakmi deb so'radi. Tanishi esa uning qaytmasligini aytdi. Axir shu yerda o'nlab odamlar g'oyib bo'lgan. Hozir ham 4 kishi uning omon qolishiga tikish tikmoqda. Qolganlar o'lganmi yoki yo'q,
Buni hech kim bilmaydi. Boyaqish sherigi esa uzr so'rab, minnatdorlik bildirdi. Ksion esa bu o'lim tuzog'idan qanday qilib omon qolish va o'z kuchini namoyon etish haqida o'ylay boshladi. Uning uchun haqiqiy omon qolish va kurash davri endi boshlangan edi. Inson qadami yetmas joyga kirganini anglab, Ksion qichqirdi, chunki boshqalar allaqachon o'lgan edi. U javoblar izlardi, ammo sherigi uni o'limga tashlab ketdi. Bu jur'at uni sindirmadi, aksincha, g'azabini kuchaytirdi. U uni o'ldirish uchun yuborganlardan qasos olishga ahd qildi. Afsuski, birinchi urishdayoq Karkas sinib, qo'lidan chiqib ketdi va uzoqqa dumaladi. Ksion nochor holda uni olishga urindi va bu do'zaxdan qanday qilib omon qolish haqida o'yladi. Ilgari g'azabdan sezmagan ekan, bu yerdagi ma'nani juda zichligini payqadi. Boshqalar uyg'onmagani uchun buni sezmagan bo'lishi mumkin. U ichkariga kirgani sari zichlik uni qamrab oldi. Ksion bu g'ayritabiiy kuchni o'z foydasiga ishlatish kerakligini tushundi. U bu do'zaxdan omon chiqib, barchasiga o'z kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. Kurash endi boshlandi. Bu oddiy odam uchun mana miqdori haddan tashqari ko'pligini tasdiqlaydi. Mananing manbasini bilmay, Ksion dasta qismi sinib ketgan Karkasni topdi. U buni ko'rib xursand bo'ldi. Taqdirdan minnatdor bo'lib turganda, birdan oyoqlari osti bo'shliqqa aylandi va yigit dahshatga tushdi. Tubsizlik uni ichiga tortdi. Birdan paydo bo'lgan portal Ksionni lol qoldirdi. Dubulg'asi ham singan Karkas yoniga otilib ketdi. Bu holat yigitning ayanchli o'tgan hayotini eslatuvchi xotiralarga yetakladi. Atrofidagilar unga doim o'lishni aytishgan. Kichik bola yaxshi yashash va to'yib ovqatlanish uchun tinmay kurashgan. Ko'p bor kaltaklangan. Har safar biror orzuga intilganda boshqalar uni yanchib tashlagan. Oxir-oqibat u tasodifan odam o'ldirishga majbur bo'ldi. Endi u bu qorong'u o'tmishdan qutulib, yangi kuch bilan taqdirini butunlay o'zgartirishi kerak. Qo'rquv va aybdorlik hissi uni tark etmas. Hayoti tugayotgandek tuyulardi. Bola o'limdan qo'rqmaydigan hayot izlab, bor kuchi bilan qochdi. Li Jiryomning ismi uni tinmay ta'qib qilar edi. Ksion esa portal orqali qulagach, hushsiz yotardi. O'ziga kelib o'rnidan turdi va bu yer nega bunchalik issiq ekaniga hayron qoldi. Atrofdagi kulni ko'rgach, taqdiridan nolidi. Chunki bu kichik do'zax uni bevosita xavfli olovli zindonga olib kelgan edi. Bir tosh Ksion tomon dumalab keldi. U uni ushladi, lekin tosh juda qizigan ekan. Yigit uni darhol uloqtirib so'kindi. Bu tush emasligiga amin bo'ldi. Yaxshi tomoni shundaki, Neosol odamlari zindonga tushishga tayyorlanish tajribasiga ega. To'g'ri, uning qo'li hozir kuygan, ammo bu uning kuchayishi uchun kerak bo'lgan birinchi sinov edi. U bu do'zaxdan tirik chiqishi shartligini angladi.